Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan sog'lik omonlikda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Nasib bo'lsa, ishi oldimizdagi yanvar oyida sizlarga to'la skidkalar arzon narxlarda 3D zaborlarni sotishni niyat etib qo'yganmiz. Shuning uchun kanalimizga bir like, obuna bo'lib qo'ysangizlar, shu skidkalarni o'tkazib yubormaysizlar do'stlar. Ishi ko'rib turgan videolaringizda yangi proyektimizni bitkazib patkilish topshirdik do'stlar. Yana ko'rib turganlaringizda 4 metr, 6 metr, balandligi 2 metr, 5lik simdan yachinkasi 7 ga 20 santimetrlikdan ishlab berdik do'stlar. Agar videoni to'liq ko'rib chiqsangizlar, kamisi yoki bo'lmasa xatoliklarni biz ko'rmaganda sizlar ko'rgan bo'lsangizlar, kommentariyada bemalol yozib ketishlaringiz mumkin do'stlar. Ushbu obyektda biza 3-marta ustanovkamizni aytib ishlab beramiz. Qo'limizdan kelgancha borgan yerimizdan fotolarni olib, duolarni olib ishlab berib ketishga harakat etganmiz do'stlar. Aytib o'tganimizdek do'stlar, keyingi proyekt sizning uyingizdan bo'lishi mumkin. Sifatli, kачественный, zavodni ishlab chiqarilgan 3D zaborlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bize bilan xabarlashishingiz mumkin. Ekranda telefon nomerlarimiz turadi. Xohlang Telegram, xohlang WhatsAppdan xabarlashaverasizlar do'stlar. Razmerlarni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, standart eni 2,5 metr bo'ladi do'stlar. Bo'yi 1 metr, 1,20, 1,60, 1,80, 2 metr va 1,50 ham bo'ladi do'stlar. Simlar 3lik sim, 3,5lik sim, 4lik sim, 5lik sim. Xolagan shu 3D zaborlar 7 ga 20 yoki bo'lmasa 7 ga 10 yoki bo'lmasa 5 ga 5 yachinkali 3D zaborlar ham bizdan bemalol xarid etishlaringiz mumkin do'stlar. Videolarimizni, skidkalarimizni o'tkazib yubormaslik uchun обязательно like bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Nog'oda aynan skidga like va kanalimizga obuna bo'lganlar uchun aytib beramiz nasib bo'lsa. Sağ olun, salomat bo'lin. Keyingi videolarda sog'lik omonlikda görüşguncha yetkazgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.